28-fevral 2026-yil 1-smena 2-savol. Demak, bizga kasr berilgan. Uni biz hisoblashimiz kerak. Demak, sekin-sekin chalg'imaslik uchun birinchi ishda boshlaymiz. Birinchi qavsning ichini ishlab olishimiz kerak. Qavsning ichini demak 2/100 ayrilgan 4/20 7. Endi umumiy mahraj ko'rinib turibdi 100. Bunga 5 tadan bersak 2/128 ayrilgan 4/135. Endi kichik kasrdan katta kasr ayira olmaymiz. Shuning uchun kattadan kichikni ayirib oldiga minus qo'yamiz. 4/135 ayrilgan 2/128. Ana endi bizga qoladi minus 2/107. Ikkinchi ishimiz. Chiqqan natijani 2/4ga bo'lishimiz kerak. Minus 2/107 bo'lingan 2/4. Demak, birinchi noto'g'ri kasrga o'tamiz. Minus 207 taqsimda 100 bo'lingan 9/4. Endi bo'lish ko'paytirish bo'ladi teskari bo'lib. Minus 207 taqsimda 100 ko'paytirilgan 4/9. Qisqaradi 4ga 1, qisqaradi 25. 9ga qisqaradi 1, 9ga qisqaradi 23. Minus 23 taqsim 25. Endi uchinchi ishimiz. Bizda qoldi minus 23 taqsimda 25. Ana bu ifodani oldida minus bor. Qavsni bir danaga ochib chiqsak, demak, minus 2dan 1 qo'shilgan 1/8dan 7. Hammasiga bir danaga umumiy mahraj berib yuboramiz. Vaqtdan samarali foydalanish. Umumiy mahraj 200. Demak, minus 200. Demak, bunga 8 tadan kerak bo'ladi. 8 ga ko'paytirsak 160, 184. Minus 1/2 ni 100 taqsimda 200 deymiz. Minus, demak, bunga 25 tadan kerak bo'ladigan bo'lsa, demak, plus 1/200dan 175. 1/200dan 175. Ana bu yerda ikkita minus bir-birini qo'llab-quvvatlaydi, ishorasi bir xil. Demak, 200 bo'lsa, bu 284. Ana endi ayirishimiz uchun noto'g'ri kasrga o'tsak ham bo'ladi, yoki bitta birni maydalab bersak ham bo'ladi. 375 taqsimda 200 ayrilgan 284 taqsimda 200. Mahraj o'zgarishsiz qoladi. Demak, 200 ligicha qoladi. Bu yerdan 16, 71, 91. Endi buni javoblari o'nli kasrda berilgani uchun 5 ga ko'paytirib yuboramiz. 5 ga ko'paytirsak mahrajimiz 1000 bo'ladi. Suratimiz 455. Demak, 0/1000dan 455. Ikkinchi misolimizda to'g'ri javob C javob.